بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazon ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqlikni bizlarga sunnat qilgan Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, barchalaringizni yana bir bor ulug' oy Ramazon oyini kirib kelishi bilan bu oyni barakotlaridan manfaatlanishimizni boshlanishi bilan chin qalbdan tabriklayman. Alloh taolo bu oyni hammamiz uchun barakot oyi, xayrot oyi, yaxshilik, ibodat, taqvo oyi bo'lishini nasib etsin. Albatta bu muborak oyni xayri, barakasi, yaxshiligini sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. Har yili mana shu oyda Alloh nasib qilib turkum suhbatlarni turli masjidlarimizda o'tkazib kelyapmiz. Mana bugun Imom Hasan radhiyallohu anhu nomlaridagi ushbu sizlarni go'zal masjidingizda Ramazonni avvalida mana shu demak majlisni qurishimizga Alloh taolo imkon berdi. Buning uchun Alloh taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Bu yilgi turkum suhbatlarimizni Ramazon tuhfalari deb atadik. Haqiqatdan Alloh taolo bu Ramazon oyiga siz bilan biz mo'min bandalari uchun juda ko'p tuhfalarni jamlagan. Faqatgina biz o'zimiz oqil bo'lib, o'zimiz qadrimizni bilib, ana o'sha Alloh bu oyga joylab qo'ygan tuhfalarni qabul qilib olishimiz, ulardan manfaatlanishimiz, bu dunyomiz va oxiratimiz uchun kerakli narsalarni istifoda qilishimiz kerak bo'ladi. Ramazonni siz bilan biz ojiz bandalarga Alloh taolo ichiga qo'yib qo'ygan tuhfalardan biri mana shu bugunga o'xshagan ilmiy ma'rifiy suhbatlardir. Boshqa oylarda, boshqa kunlarda bunga o'xshash fursatlarni topishimiz qiyinroq. Shuning uchun mana shu tuhfa deb atalmish suhbatlarni yaxshi bir unumli bo'lishi uchun, hammamiz uchun, bu dunyomiz uchun, oxiratimiz uchun, oilalarimiz uchun, erkak ayollarimiz, yosh qarilarimiz uchun, hamma uchun foydali bo'lishini harakatida bo'lishimiz kerak. Chunki ilm, ma'rifatsiz inson hayotini yo'lga qo'ya olmaydi. Ilmsiz, ma'rifatsiz hayot go'zal bo'lishi mumkin emas. Ilmsiz, ma'rifatsiz maqsadga erishish mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun bizning dinimiz ilm dini, ma'rifat dini, xayr, baraka dini qilib Alloh taolo tomonidan yuborilgan. Ushbu din insonlarni ikki dunyo baxti, saodati kafolatini zimmasiga yuklatilgan dindir. Ana o'sha dindan olingan ma'rifat orqali siz bilan biz bu dunyomiz, oxiratimizni go'zal bo'lishi uchun bir yo'l topamiz. Alloh taolo siz bilan bizni yaratgan zot, bizdan boshqa dunyodagi butun mavjudotlarni yaratgan zot bizni holimiz qanday ekanini yaxshi biladi. Shuning uchun bizlarni aqlimizni peshlab turish uchun, aqllarimiz nafsni ko'yiga tushib yo'l qo'yadigan xatolarni to'g'rilab turish uchun, nuqsonlarini to'ldirib turish uchun, adashib ketib qolmasligimiz uchun, o'zimizni jaholat botqog'iga botirib qo'ymasligimiz uchun Alloh taolo bizga o'zini ta'limotlarini din deb to'plab yuborib qo'ygan. Ana shu din to'la to'kis dindir. insonni bu dunyo oxiratini to'liq saodat bilan ta'minlovchi dindir. Mana shu dinning ta'limotlarini asta sekin o'rganib, hayotga tatbiq qilgan insonlarga ikki dunyo saodatini kafolati berilgandir.
Shu din ta'limoti bo'yicha mo'min, musulmon inson Allohsi, Robbisi bilan bo'ladigan muomalasi qanday bo'lishini o'rganadi. Jamoat, jonsiz narsalar olami bilan qanday muomalada bo'ladi, buni o'rganadi. Hayvonot olami bilan muomalasi qanday bo'ladi, buni o'rganadi. Insoniyat olami bilan muomalasi qanday bo'lsa to'g'ri bo'ladi, mana shuni ham o'rganadi. Ushbu muomalalarning hammasi Qur'oni Karimda, Rasul akram alayhisolatu vassalomning sunnatlarida, shariatimiz ta'limotlarida kelgan. Misol uchun jonsiz narsalar olamini biz avaylashimiz kerak. Havo ham misol tariqasida aytyapmiz, jonsiz narsalar olamining bir a'zosi. Shu havoni bulg'atmasligimiz kerak biz. Ifloslantirmasligimiz kerak. Chunki o'zimiz nafas olyapmiz undan. Bizga yem bo'ladigan, ovqat bo'ladigan hayvonlar nafas olyapti. Shu havo ifloslansa, bizni o'zimizga qiyin bo'ladi. Turli bemorliklar chiqadi, noqulayliklar chiqadi va oxir oqibat bizni demak hayotimizda katta bir baxtsizlik yuzaga kelishi bor. Hayvonot olamini olaylik. Hayvonot olami ham bizga xizmat qiladi. Ana ularni behuda demak qirmaslik, turli ularga nisbatan vahshiyona munosabatda bo'lmaslik holatlari kelib chiqqan. Biz hammasini yig'ishtirib qo'yaylikda, eng kichkina hayvonlardan bo'lgan chumolini olaylik. Shu chumoliga ozor berish mumkin emas deydi bizning dinimizda. Alloh taolo Qur'oni Karimni suralaridan birini Naml surasi, chumoli surasi deb atab qo'ygan. O'zining payg'ambarlaridan bir payg'ambar chumolini uyasini bostirganda, demak oyat tushirib shu ish noto'g'ri ekanligini bayon qilgan. Mana shuni esda qolaylik. Eng kichkina jonzotlardan biri chumoliga ozor berish musulmonning odatidan tashqari ish. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Endi hammasini qo'yaylik-da, odamga bo'lgan munosabat, ya'ni musulmon shaxsni, mo'min shaxsni odamga, odam zotiga bo'lgan muomalasi qanday bo'ladi, shuni o'rganaylik. Undan oldin o'zimiz kimligimizni bilaylik. Mo'min degani nima degani? Mo'min so'zi omin, omonlik so'zidan olingan. Allohga iymon keltirib, Allohni demak turli jazolaridan omonda qoladi. Mo'min degani inson, ya'niki omonlik insoni. Boshqalarga omonlik bergan inson. Undan boshqalarga yomonlik yetmaydi degani. Arablarda yuvosh tuyani amun deyiladi. Birovni tepmaydi, boshqa qilmaydi, juda ham birovga zarar yetkazmaydigan, nihoyatda demak yaxshi bir hayvon ma'nosida. Mo'min inson ana o'sha. Rasul akram alayhisolatu vassalom o'zlarining hadislaridan birida mo'minni ta'riflab, mo'min odamlar undan nafsini va molini amonda bo'lishiga ishongan shaxsdir deganlar. Mo'min shaxs kim desa, odamlar hammasi bu mo'min. Meni jonimga ham zarar yetkazmaydi, molimga ham zarar yetkazmaydi, chunki bu mo'min deydi. Ana mo'minlik sharafi shu. Na jamoat, jonsiz narsalar olamiga, na hayvonot, na insoniyat olamiga zarar yetkazmaydigan, omonda bo'ladigan inson mo'min inson. Musulmoncha. Musulmon shu. Musulmon islomdan olingan. Taslim bo'luvchi inson degani. Allohning amriga taslim bo'luvchi. Islomning ma'nosi bittasi tinchlik, ikkinchisi salomatlik. Bizning dinimiz tinchlik, salomatlik dini. Biz musulmonmiz, biz tinchlik, salomatlik insonimiz. Bizdan faqat tinchlik chiqadi, bizdan faqat salomatlik chiqadi. Ana o'sha o'zi mo'min bo'lgan, omonlikni manbasi bo'lgan inson. Tinchlik, salomatlikni din qilib, o'ziga shior qilib olgan insonni o'ziga o'xshagan insonlar bilan bo'ladigan muomalasi qanday bo'ladi? Shunga bir nazar solaylik. Avvalo inson zoti bor. Dinidan, diyonatidan, millatidan, elatidan, boyligi, kambag'alligidan qat'iy nazar nomiki inson bo'lsa aziz va mukarramdir.
alloh taolo qur'onda o'zini buni baralla e'lon qilib qo'ygan. Valaqad karramna bani adama, odam bolasini biz aziz va mukarram qildik deydi alloh taolo. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, ana o'sha mo'min bo'lmagan, musulmon bo'lmagan, ilohiy dinga ishonmaydigan, faqatgina odam nomi bor odamlarni ham biz odamligi uchun hurmat qilamiz. Chunki odamiylikda bizni qarindoshimiz hisoblanadi. Ya'ni u ham odam, biz ham odam. Odamligi uchun demak biz dindan, diyonatdan, e'tiqoddan, ibodatdan, hamma narsadan begona odamni ham odamligi uchun hurmatini qilamiz. O'ligini ham, tirigini ham. Endi bir pog'ona yuqoriga ko'tarilsa, ahli kitob odamlar keladi. Ya'niki Alloh taolo tomonidan bir vaqtlar ularni ajdodlariga Alloh kitob tushirgan, payg'ambar yuborgan, shariat joriy qilgan xalqlarning davomchilari hozir bor. Xristianlar, yahudiylar, demak ana o'shalarni ahli kitob deyiladi. Ular haligi hech narsasi yo'qdan ko'ra yuqori turishadi. Chunki ularga bir vaqtda payg'ambar yuborilgan, bir vaqtda kitob tushgan. Ana o'sha ilohiy kitob, ular ham iymoni bor, ya'niki Allohga mo'minman deydi va shariatga amal qilaman deydi-yu, bizni dinimizga yurmaganligi uchun amaldan qolgan dinni, demak, odamlari sifatida dinimiz ular bilan muomala qilishni bizga o'rgatgan. Ular bizga dushmanlik qilmasa, biz ham ularga dushmanlik qilmaymiz. Bizga qilgan muomalasiga qarab ularga chiroyli muomalani qilib, ahli kitob sifatida shariatimiz ko'rsatgan muomalalarni ular bilan birgalikda qilamiz. Bularni ikkita haqqi bo'ladi bizda: odamlik haqqi va ahli kitoblik haqqi. Endi undan ko'tarilsak, mo'min musulmon olamidagi barcha inson zoti bizni din qardoshimiz. Ularning bizda 3 ta haqqi bor. Insonlik haqqi bor, ahli kitoblik haqqi bor, mo'minlik, musulmonlik, dindoshlik haqqi bor. Musulmon musulmonning birodari. Barcha musulmonlar birodarlardirlar. Demak, o'sha musulmonlik haqlari ko'rsatilgan. Aksa ursa, demak, tashmit aytasan, salomatlik so'raysan, salom bersa, alik olasan, vafot etsa janozasiga borasan va hammasi shariatda ko'rsatilgan. Musulmonlik haqqini ularning oldida ado etishimiz bizni mo'minlik burchimiz, musulmonlik burchimiz hisoblanadi. Endi o'sha mo'min musulmonlarning ichidan yana yaqinlari bor, qo'shnilar bor. Qo'shnilarni yana bitta haqqi ziyoda bo'ladi. Mo'min musulmonlik haqqi ham bor, qo'shnilik haqqi ham bor. Buni ham biz ehtiromini qilishimiz kerak. Qo'shni haqqi bizni dinimizda qanday belgilangan, shuni o'rganishimiz kerak va unga o'sha qo'shnichilik munosabatini dinimizda ko'rsatilgandek qilishga o'tishimiz kerak. Mana shularning hammasiga ma'rifat kerak, tushuncha kerak, diniy ta'limotlarimizni o'rganishimiz kerak. Endi hammasidan yaqin, haligi uzoqdagi dindor, ahli kitob dindor, musulmon dindor, qo'shnidan ham yaqini bizga endi qarindoshlarimiz. Ularning hammadan ko'p haqqi bor bizda. O'sha insonlik haqqi, dindorlik haqqi, musulmonlik haqqidan oshib endi qarindoshlik haqqi ham bor. Ana hammadan aziz insonlar o'sha qarindoshlar bir-birlariga bo'ladi. U ota bola bo'ladimi, eri xotin bo'ladimi, opa singil bo'ladimi, aka uka bo'ladimi, amma tog'a bo'ladimi, hammasi. Ana bularni haqqi ulug', bularni haqqini ado etishimiz kerak. Ana silay rahim degan tushuncha bizning dinimizda shundan kelib chiqqan. Silay rahim katta oila, qabila ma'nosida bo'ladi. Ammalar, amakilar, xolalar, tog'alar, ularning bola chaqalari, quda andalar hammasi qo'shilib silay rahim doirasiga kiradi. Ular bilan aloqani yaxshilash, yomonlikdan chetlash har bir mo'minning, har bir musulmonning muqaddas burchidir. Alloh subhanahu va taolo kim qarindoshlik aloqasini bog'lasa, men unga o'z aloqamni bog'layman deydi. Kim qarindoshlik aloqasini uzsa, men undan aloqamni uzaman deydi Alloh. Mana shu narsani yaxshi yodlab olib, ana qarindoshlik aloqalari bizga qaysi vazifalarni yuklaydigan bo'lsa, sidqi dildan Allohning amri, Qur'onning buyrug'i, Rasulullohning sunnati, shariatning hukmi degan e'tiqod bilan
ana shularga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Ana endi o'sha qarindoshlik doirasi ham chegaralanib kelib, oila miqyosida eng kichik ma'noda, eng jipis ma'nodagi yaqinlik kelib chiqadi, insoniy yaqinlik. Oila. Bir oilaning ichida xotin, bola chaqa, ota-ona, demak hammasi bir oila. Ana o'sha yerdagi demak munosabatlar eng go'zal munosabatlar bo'lishi kerak. Chunki shu oiladan chiqqan munosabat qarindoshlarga tarqaydi, qo'ni-qo'shniga tarqaydi, undan jamiyatga tarqaydi va butun insoniyatga tarqaydi. Oiladagi holat, munosabatlar go'zal bo'lsa, hammasi go'zal bo'ladi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi kunlarda ana shu oilaviy munosabatlarga putur ketganligi hammani qayg'usi, bilgan odamlarning musibati bo'lib turibdi. Bilmaganlar, dindan bexabar bo'lib yurganlar, ma'rifati yo'qlar o'shalarni buzishga xizmat qilishyapti. Oilaviy aloqalarni, qadr-qiymatlarini yo'qotishyapti. Bir-biriga yomon munosabatlarni qilishyapti. Urib so'kishyapti va bo'lmag'ur har xil dinga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilyapti. Lekin shu haqiqatni tushungan insonlarni demak boshiga musibat tushgandek o'zlarini noxush his qilishyapti. Chunki oilalardagi munosabat buzilib borishi bu katta bir balo, ofat, kasofatni alomati hisoblanadi. Shuning uchun oila doirasida insonlar o'zlarini munosabatlarini eng go'zal tarzda qilishlari kerak. Ota-onani hurmati, ehtiromi, bolalarga mehribon bo'lish, aka-ukalarning qadr-qiymati, opa-singillarni azizligi, xotinlarni bir-biri bilan bo'ladigan munosabat, kelinlar, qaynotalar, kuyovlar, qaynog'alar hammasini demak oila doirasidagi munosabatlari nihoyatda go'zal bo'lishi kerak. Oilaning ichida bir-birini behurmat qilish mo'minman, musulmonman degan insonga mutlaqo begona gapdir. Hech ko'tarib bo'lmaydigan ayb, uyat hisoblanadi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, oilalarda ana shu holat bor. Xotinlarning urushishi, oilalarning ko'plab buzilishi, farzandlarning oqpadar bo'lishi yoki ota-onalarning bolalariga bo'layotgan munosabatlari hech kurakda turmaydigan holatlar hozir bor. Ming afsuski shuni aytishga majburmiz. Otalar, onalar bolalariga namoz o'qimaysan deb turib olganlari bor hozir. Otalar majburlab, men otayman, mana aytganimni qilish, sen ishongan dinda bor, menga aroq olib ber, bo'lmasa oq qilaman deyotganlar bor. Ming afsuslar bo'lsin, keliniga tajovuz qilayotgan qaynotalar bor. Menga yozishadi kompyuterda. Keldi odamlar, kelyapti, yig'laydi, ko'zida yosh. Men ayolimdan yaxshiman, ta'sir, hamma yo'g'imiz yaxshi, otam shunaqa bir noqulaylik, nomardlik ishni qilib qo'ydi, nima qilaylik endi? Tashab ko'chib chiqib ketdik. Birovnikida ijaraga o'tiribmiz. Deyishyapti. Qaynona kelinlarning munosabatlari ham shu. Kelinlar qaynonalarni hurmat qilish kerak, lekin qaynonalar ham izzatini bilish kerak. Bilish kerak. Shariatda ko'rsatilgan holatda qilish kerak. Mahallalarda urush janjal, oilalarni, mahallani oqsoqolini to'playdi, imom domlarni chaqiradi, yana mahalladan keladi, u yoqdan bu yoqdan keladi, hammasini maqsadi yarashtirib qo'yish. Lekin qaynona yo'q. Men buni kirgizmayman uyimga. O'g'lim qo'ymasa taloq, men qo'ydim buni taloq. Bunaqa bilan bo'lmaydi. Qaytaga teskarisi bo'lish kerak. Yoshlar yoshlik qilib, shoshilib qolib, bilimi yo'qligidan bir-biri bilan urushsa, ikki qo'da taraf maslahat qilib, bularga nasihat qilib, yarashtirib qo'yish kerak. Buni o'rniga haligi gap. Mayli otasi, onasi bu qilyapti. Endi aka-ukalar, opa-singillar aralashtirib, o'zini jigarini, oilasini buzishib o'ryapti. Bular hammasi musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Mo'minlikka to'g'ri kelmaydi. Odamiylikka to'g'ri kelmaydigan holatlar. Ming afsus shunaqa holatlar bo'ladi, lekin bunda insonlar bag'ri keng bo'lish kerak. Sabrli bo'lish kerak.
o'sha haligi chumoliga ham ozor bermaydigan millatni a'zosi ekanligini unutmaslik kerak. Chumoliga ozor berish gunoh deb bilgan musulmon millatini a'zosi qanday qilib o'zini otasiga yoki bolasiga yoki xotiniga, eriga, opa-singliga yomonlikni ravo ko'radi. Bir oyda yashab turib, bir uyda istiqomat qilib turib, qanaqa qilib bunaqa narsalarni qilish mumkin? Ko'p holatlar bor. Bularni hammasini o'rganish kerak. Hammasini alhamdulillah bizning dinimizda yechimi bor. Mana shunday ko'ngil xiraliklarning ko'pi aslida bo'lmasligi kerak, lekin Allohning irodasi inson g'asirlikdan bo'ladi. Qizini umid bilan bir yerga uzatadi, to'y qiladi, kuyov topadi, nikohlaydi. O'sha yerda demak tub qo'ysin, palak otsin deb duolarni qilib, o'sha yerda baxtli bo'lib, bola chaqali bo'lib, uvoli juvoli bo'lsin duo qilib yuboradi. Lekin ming afsuski bir muddatdan keyin qiz qaytib kelyapti. Mushkulat, bitta oilada yangi bir muammo paydo bo'ldi. O'zi o'g'lini uylaganida yana yetarli tashvishi bor edi, uni ustiga umid bilan uzatgan qizi qaytib kelib qoldi. Yana yangi bir muammo. Endi mana shu yerda Allohning qazoyi qadari borligini unutmaslik kerak. Ba'zi bir odamlar o'sha qizlarga dashnom berar ekan, u qilar ekan, bu qilar ekan. Bu ham bo'lmaydi. Rasul akram alayhisolatu vassalomning bir hadislarini Imom Hasan Marvaziy o'zining Yaxshilik va Silai Rahim kitobida keltirgan. Bu kitobni mana birodarim Muhammad Said Buxoriy qo'l yozmadan topib chop qilib chiqargan edi. Men sharh qilib sizlarga taqdim qilganman. 2 juzli katta kitob. Nihoyatda shu qarindosh urug', oilaviy aloqalarni yechimlari o'sha kitobda kelgan. O'sha kitobni o'qigan azizlardan bittasi men bilan hamroh bo'lib ketyapti, aytayapti. Tashakkur aytgandan keyin aytayapti-ku, mana shu kitobdan topdim bir yechimni deydi. Nimani desam, mana bir birodarimning qizi kelin bo'lgan joydan qaytib kelib qolgan edi. Shu qizni hech qo'ymasdi otasi. Sen nimaga kelding? Seni nima qiluvdim deb hali qizni qaytib ketish imkoni yo'q. Ota qo'ymay siqadi buni deydi. Keyin o'sha kitobni o'qisam shunda bor ekan. Ha, bor. Rasul akram alayhisolatu vassalom sahobai ikromlardan biriga aytganlar. Men senga eng yaxshi sadaqani yoki sadaqalarda ham savobi ko'p narsani aytaymi deganlar. Ha, Allohning rasuli ayting deganlarida o'zini ayol zotidan bo'lgan yaqin kishisi oilasi buzilib qaytib kelsa, qaramog'iga odam qolmasa, shunga pul sarflagan odam eng yaxshi odam bo'ladi. Sadaqani eng yaxshisini qilgan bo'ladi yoki sadaqadan ham yaxshiroq savobli ishni qilgan bo'ladi deganlar. Ana o'shanaqa oilasi buzilib qolgan ayol kishi boradigan joyi yo'q, qiynalib qoldi, ishlay olmaydi. Ana shunga qarasa, shuni boshini silasa, ko'nglini ko'tarsa, taom bersa, kiyim bersa, boshqa qilsa, dunyodagi eng yaxshi sadaqa shu ekan. Sadaqadan ham yaxshi amalni demak qilgan bo'lar ekan. Ana bizning dinimizda ana shunaqa oilasi buzilib, qarovsiz qolgan ayol zotiga shunchalik e'tibor berilgan ekan. Endi bugun kunda aytamizki, xuddi o'sha ayol zoti ham o'zini bilish kerak. Otasinikiga qaytib keldi. Kelinlar bor, opa-singillari bor. Ular bilan endi janjal qilmasligi kerak bu. O'zi u yoqda turish kerak edi. Lekin Alloh ravo ko'ribdi, noiloj, unaqa bo'lmasin, lekin bo'lyapti hozir. Shunaqa bor. Demak, u ham o'zini bilsin. Kelib o'tirib olib tinch turganlarning tinchini buzmasin. Ukasini kelini bilan urushtirmasin. Opa-singillar bilan urushib onasining boshiga nima og'riq bo'lmasin. O'zini bilsin u ham. Har bir inson o'zini chegarasini bilsin va bu chegarani bizning shariatimiz qo'yib qo'ygan. Ana o'shanda yaxshilik bo'ladi. To'g'ri, turmushda turli holatlar bo'ladi. Kimnidir asabiy holati chiqadi, kimdir bir qiyin ahvolga qoladi, kimdir bir yechimsiz muammo boshiga tushadi. Lekin hammasiga sabr qilish kerak. Ko'pchilik birgalashib, mehr ko'rsatib, oqibat ko'rsatib, o'sha boshiga og'irlik tushganini og'irini yengil qilishga urinish kerak. Bu ajr bo'ladi, bu savob bo'ladi, yaxshilik bo'ladi. Ana o'shanda oilalar tinch bo'lsa, Xudo xolasa,
o'sha tinchlik hamma yoqqa tarqaydi, yaxshi bo'ladi. Menga o'zimga shu savollar bo'limida kelayotgan savollarni bir katta qismi shu masalaga qaralgan. Yoshlar, yigit qizlar ota-onalaridan shikoyat qiladi. Ota-onalar bolalaridan shikoyat qiladi. Er xotindan, xotin erdan, aka ukadan, opa singildan shunaqa shikoyatlar juda ko'payib ketdi. Bularni demak biz hal qilishimiz kerak. Oilalarni tinchligi, totuvligi, jamiyatni tinchligi, totuvligi ekanligini tushunib yetishimiz kerak. Oilalarimizda xayr baraka bo'lsa, hammaga tarqalishini tushunib yetishimiz kerak. Shuning uchun hamma oilalarda, kichik oila bo'ladimi, u katta oila bo'ladimi, a'zosi ko'p bo'ladimi, oz bo'ladimi, hammalari bir-birlari bilan dinimiz ta'limoti asosida munosabatda bo'lsa, dunyodagi eng go'zal munosabat shu bo'ladi. Savob bo'ladi, ajr bo'ladi, oxiratga zaxira bo'ladi. Bir-biri bilan urushsa nima bo'ladi? Bir kun urush bo'lgan joyda 40 kun baraka qochadi. Yeganini, ichganini tatib bo'lmaydi umuman. O'ziga yuqmaydi. Xijolat. Ishiga borsa ham qayg'usi o'zimdan birga boradi. Ko'chaga chiqsa birga chiqadi, qaytib kelsa qaytib keladi. Shuni demak tushunib, hamma o'zini bilib, o'zini chegarasida turib va boshqa insonga nisbatan otasi bo'lsa otaga qiladigan muomala, onasi bo'lsa onaga qiladigan shar'iy muomala, bolasi bo'lsa bolaga qiladigan, erga, xotinga, hammasiga o'ziga yarasha munosabatda bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Hozirgi holatdagi odamlarni bir-biridan qilayotgan shikoyatlari, oilalarning ichida chiqayotgan noqulayliklar, urush janjallar, kelishmovchiliklar hammasi ana shunday barakani ko'tarilishi, insonlarni demak qayg'uga qolishi, musibatga qolishini vositasiga aylanib qoladi. Bizning dinimiz haligindek tinchlik dini, omonlik dini, xayr baraka dini, go'zal muomalalar va go'zal axloqlar dini bo'lgandan keyin shu dinga munosib bo'lishimiz kerak. Dinimizning ta'limotlarini o'rganib, ularga amal qilishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh hamma narsa joyiga tushadi. Alloh subhanahu va taolo ushbu buyuk Ramazon sharofatidan oilalarimiz, insonlarimizning qalblariga muhabbatni solsin, iliqlikni solsin, oralaridagi adovat, dushmanchilik, kelishmovchilik, noqulayliklarni hammalarini ko'tarsin. Ota-onalar, bolalar, er-xotinlar, opa-uka, aka-singillar, oilani ichida yashab turgan barcha azizlarimizga Alloh taolo o'zi baxtli, saodatli hayot bersin. Dinimiz ta'limotlari asosida bir-birlari bilan go'zal muomalada bo'lishlarini nasib qilsin. Har bir inson shariatimiz yuklagan o'ziga sharafli mas'uliyatni sharaf bilan ado etib, qarindosh urug'lari oldida, el yurt oldida, eng asosiysi Alloh taoloning oldida yuzlari yorug' bo'lishini nasib etsin. Alloh oilalarimizni barchalariga tinchlik bergin, salomatlik bergin, ahillik, inoqlik bergin, o'zaro hurmat, ehtirom bergin, urush janjallarni, kelishmovchiliklarni, turli noqulay holatlarni bizdan yiroq bo'lishini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz, barcha ishlarimizni o'ngidan kelishini o'zing nasib etgin. Bizga yuborgan diniy ta'limotlarini qunt bilan o'rganib, ularga ixlos bilan amal qilishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. insonlarimizni hammalarini mo'minlik, musulmonlik burchini sharaf bilan ado etishida o'zing ko'makchi bo'lgin. Oilalarimizni baxtli, saodatli qilgin. Oila a'zolarini hammalarini haqiqiy mo'min, musulmon bo'lishlarini, o'z vazifalarini sharaf bilan ado etishlarini nasib etgin. Oilalarimizdagi baxt, saodat, tinchlik, omonlik, ahil, inoqlik jamiyatga ham ko'chib, vatanimiz, elimiz, yurtimiz barcha mo'min musulmonlar ahil inoq bo'lishini, baxtli, saodatli bo'lishini, go'zal muomalada yurishlarini nasib etgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.